Assalomu alaykum aziz obunachilar, chorva ishqibozlari. Sizlar bilan Xorazm Narx-navo kanali. Bugun sizlarga navbatdagi Zottor, ona bola va bo'g'oz variantlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bugungi manzilimiz Pitnekda Domozovut yonida fermaxonada Simental Rossiyskiy Golsteyn poroda sig'illarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Agarda siz ham shuningdek zot narsalarni boqishga qiziqadigan bo'lsangiz, video oldindan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa sizlarga zo'rlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda qo'shmaqi, chotiq degan narsa yo'q. Faqat asl zot narsalarni xarid qilasizlar. Birinchi kommentariyada men lokatsiyasi bo'ladi. Shu lokatsiyani ustiga bosib, to'g'ri tashrif buyurishlaringiz mumkin. Demak, video rolikni boshladik. Xo'sh, aziz obunachilar, birinchidan mollarni tanishtirib boshlaymiz. Xudo xolasa zo'rlarini xarid qilasizlar bugun. Faqat zot narsalar, zoti toza, qo'shmaqi yoki gibrid narsalar yo'q bu yerda. Sementallarimiz xudo xolasa 20 litrdan 25 litrgacha sut beradi. Banda Golsteyn porodalarimiz 30 litrgacha sut beradigan sig'illar. Hozir kattasidan tutib kichikisigacha narx-navolarni tanishtirib o'tib ketamiz. Bu molimiz 3-doğuş ekan. Orqa tarafından ham hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. 3-doğuş uzoqi haftaga doğadi. Doğandan keyin 20 litrdan 25 litrgacha sutini pisandli xudo xolasa. Bu molimiz 7 oylikda deysizmi? 7 oylik narsa xudo xolasa. Banda bu Golsteynimiz xudo xolasa yetilib turibdi. Bu hafta 10 kuna doğadi. Buni necha 7,5 oylik. Narxlarına keladigan bo'lsak, sementalimiz yetilib turgani 55 million so'm, savdosi ustunda. Bandakini 50 milliondan kelishlarmi? 50 milliondan kelishib beriladi. Hozir orqa tarafından ham ko'rsatamiz narx-navolarni aytib tushuntirib. Bu mallarimiz 50 million so'm, bu 7,5 oylik 45 million so'm. 30 litrgacha sut beradigan sig'illar. Banda endi kichkina variantlar ham bor, ularni ham hozir yaqindan ko'rsatib o'tib ketamiz. 40 million so'mdan narx-navolari kichkinalari aytiladi. 55 milliongacha o'sib boraveradi. Ana endi ichini o'tib orqa tarafından ko'rsatamiz. Aziz obunachilar, sizlarga video oldinda aytgan 25 litrgacha sut beradi degan sig'irimiz yetilib turibdi, ko'ribsizlar. Yana yeli yuvargan polni, oyoqlari ham ochilgan. Xudo xolasa bu molni kutsangiz 10 kun kutasizlar, bo'lmasa undan ham tezroq tug'adi. 55 million so'm savdosi ustunda. Bu molimiz 8 oylik dedilar, adashmasam. 50 million so'm savdosi ustunda. Bu molni 1,5 oy kutasizlar, xudo xolasa. Golsteyn porodalarimiz 30 litrgacha sut beradigan sig'irimiz, gövdasini ko'ribsizlar. Bu xudo xolasa uzoq 2 hafta, bo'lmasa 10 kunlara tug'adi deb tutdilar. 50 million so'm, bu 45 million so'm. Endi gövdalarini ko'rdingiz ham. Fermaxonasi bor yurtdoshlarimiz bo'lsa ham nasl uchun boqaman desangiz, birinchi sort toza narsalar. Bu sig'irimiz 3-doğuş, bu 2-doğuş. Gövdalarini qaranglar. Har sag'imona 15 litrgacha, 10 litrdan 15 litrgacha sut olib bilasizlar. Yemirib berib qarashqana tishlaringizga qarab 20 dan 25 litrgacha sut beradigan narsalar. Ben de endi kichkina narxlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda 3 oylik, 4 oylik bo'g'oz narsalar ham bor, yetilib turgan vajlar ham bor. Bularning ichida kelib o'zlaringiz ham saylab, eng pasti 40 milliondan boshlanadi. Savdosini ustunda aytib olaverasizlar. 3 oylik bo'g'oz, nechanchi bolasi, shunga qarab, bu yerdagi mollarimiz 40 milliondan yuqori qarab ketaveradi. Qisir ham bor, suti bor ham bor, kelib savdolarini ustunda aytib olaverasizlar. Haqiqiy zot narsalar. Hozir sizlarga o'jaklarini ko'rsatib o'tib ketaman. Ular o'jaklarini qiziqadigan bo'lsangiz, ularni ham kelib ko'rib olasizlar, xudo xolasa. Mollarimizni yeb ichar, kasal sog'i hamma narsasini pisandli. Galasizlar, savdolashasizlar, dastlabki aytib beriladi, xudo xolasa. Mana bu o'jaklar endi. Taxminan 3 oy, 4 oylikdan tutib, yine 7-8 oylik yoshuna yetganlari necha boyna bandan bor, öküzlari desangiz ham nasib uchun öküzlar ham bor. Adresini tushuntirib o'tib ketdik. Xazaras Pitnekda Domozovut yonida joylashgan. Kim shuningdek Zottor, Semental, Rossiyskiy Golsteyn poroda sig'irlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol tashrif buyurasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gelip zorlarını xarid qilasizlar, xudo xolasa.